Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun nasib bo'lsa 3-arab tilidagi darsimizni boshlaymiz va 3-darsimizda qisqacha qo'ldan kelgancha chiroyli ma'lumotlarni sizlarga to'plab gapirib berishga harakat qilamiz. Ism o'tdingiz, fe'l o'tdingiz, fe'l belgilarini va fe'l qismlarini o'tdingiz. Ana endi bugungi darsimizda harfi qismlarini o'tamiz. Harf 2 ga bo'linadi yoki 3 ga bo'linadi. O'zi harf ikkita taraflama bo'linadi. Keling birinchi tarafga o'tamiz. Harf muxtas va harf g'oyir muxtasga bo'linadi. Harf muxtas degani xosdan olingan. O'zbek tilida ham ishlatasiz xos so'zini. Fe'lga kiradigan xos harflar bor va ismga kiradigan xos harflar bor va ismga ham fe'lga ham barobar kiradigan umumiy harflar ham bor. Mana shunga bo'linadi. Xo'p, qaysi ma'noda? Ismga kiradigan harflar misol uchun oldi ko'makchilar. Arabchalab harfi jarlar. Min, ila, an, alala. Bularning hammasi faqatgina ismga kiradi. Ismga xos. Yoki bu toifasidagi boshqa harflar ham bor. Xo'p, fe'lga kiradiganlari ham alohida. Misol uchun lan, an, lam misol uchun o'tganmiz bularni. Bu o'sha harfga fe'lga kiradigan xos harflar. Endi ismga ham fe'lga ham barobar kiradigani ham bor. Misol uchun a qo'shimchasi, hal qo'shimchasi, hal hada deyma yoki hal katabta deyma. Ismga ham fe'lga ham. Endi ismga kiradiganini harf muxtas bil ism, fe'lga kiradigan harf muxtas bil fe'l, ikkalasiga ham kiradigan harf g'oyir muxtas, ya'ni maxsus emas degani. Bu birinchi taraflama taqsimlash. Endi ikkinchi taraflama taqsimlash. Ikkinchi taraflama harf amil va harf g'oyir amil deymiz. Nima degani harf amil va g'oyir amil? Ya'ni bu harf o'zidan keyingisiga ta'sir o'tkazadi. Misol uchun harfi jarlar ta'sir o'tkazadi-ya, kasra beradi. Yoki fe'ldan oldin lan kelsa nasb bo'ladi-ya, lam kelsa sukun qo'yadi-ya. Mana bu avomil degani, ya'ni qiluvchi qanaqadir ish qiladi. Ishi bor bu anaqa harfi. Lekin ishi yo'q harflar ham bor. Va unaqalar ham ko'p. Misol uchun sa qo'shimchasi, moqchi qo'shimchasi. Keyingisi o'zgarmaydi. Yoki misol uchun tahqiq harflari qod, laqod, faqod misol uchun bular ham o'zgartirmaydi. Yoki yana shunga o'xshagan hal qo'shimchasi, halam harfa, ma qo'shimchasi. Bu ham o'zidan keyingisini o'zgartirmaydi. Bunaqa harflar ham bor. Bunaqa harflarni g'oyir amil deyshadi, ya'ni ishlamaydi. O'zidan keyingi so'zga ta'sir o'tkazmaydi deyshadi. Shu joyi ham qiyin ekanmi? Yo'q, yaxshi. Demak, bu harf belgilari. Ana endi keyingisiga kelamiz. Keyingisi bu mabni bilan mu'robni tushunchasi. Bugungi darsimizda mabni bilan mu'robni o'tamiz va keyingi dars mabni bilan mu'robni sal chuqurroq anglashga va tushunishga harakat qilamiz. Keling, o'zi aslida mabni nima degani, mu'rob nima degani? Mabni degani bino so'zidan olingan. O'zbek tilida ham bor, binolar va inshootlar deymiz. Xo'p, bino deganda, ya'ni o'sha binoni ichidagi narsa sizga ko'rinmaydi-ya. Binoni ichidagi narsa sizga ko'rinmaydi. Ana shunaqa mabni so'zda so'zni gapda qaysi o'rinda kelayotganini ma'nosidan ajratmasangiz, yuzasidan qabul qila olmaysiz, tushuna olmaysiz. Ana shuni mabni so'zini tagida ishlatamiz. Tushuntira oldimmi? Xo'p, mu'rob deganda, ya'ni bu arob so'zdan olingan yoki arobiy so'zdan olingan. So'zni o'zi yaqqol o'zgaruvchan. So'zni o'zi o'zgaruvchan. So'zni gapda qaysi o'rinda kelayotganini bemalol tushuna olasiz, angla olasiz. Bemalol hazm qilsangiz bo'ladi. Misol uchun Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. An, in, un o'zgardi. Bu an, in o'zgarishi qaysi ma'noda keladi? Muhammad, Muhammadni, Muhammadning. Uchala qo'shimcha. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, bosh kelishik, tushum kelishik va harat qilish kelishik. Har birini aynan mana shu harakatidan ajratasiz. Bu mu'rob so'zda. O'zgaruvchan chunki. Mabnidachi, mabnida bunaqa o'zgaruvchanni ko'rmaysiz, his qilmaysiz. So'zni o'zi shunday turadi. So'z o'zgarmaydi. Haza qo'shimchasi umuman o'zgarmaydi. Hazan, hazin, hazun deya olmaysiz. So'z o'zgarmaydi. Lekin endi buni siz ma'nosidan bilishingiz kerak. Mu'robda ma'nosidan emas, so'zni ko'rinishidan ham bilib olsangiz bo'ladi. Bu misol uchun qaratqishda turibdi. Bu tushumda turibdi deb. So'zni ko'rinishidan bilardingiz. Mabnida
so'zni обязательно ma'nosiga o'tishingiz kerak. Ana o'shanda ma'nosidan bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Va bu mu'rob bilan mabni to'g'risidagi qisqacha sharh edi. Hop, nasib bo'lsa keyingi dars yana ham chuqurroq kirishga harakat qilamiz. Keyingi darsni kuzatib boring. Salomat bo'ling.